istayim nishonlanmoqda. Kanat tinchimas izlanuvchan o'quvchilari. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ham majburiydir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyat organlari kelishiga muvofiq 8-dekabrda qabul qilingan ekan. Bunda demak aytildi o'sha paytda bugun darslikka kimlar o'qiyapsiz? Kim bo'lardi? Yana shu hujjatlar bugungi mavzuimiz Konstitutsiya mavzusida insha olamiz. Hamma yaxshi. Nima qizimga yo'q bitamiz finalkomda. Darslik kimyapti. Nima qiz bor? Siz birinchidan yomon baho qo'yapsiz. Ko'rma qilmaysiz. Ha, shunday. Haddan baholarni tasdiqlayman. Nima bo'lsa, o'zingiz qizsizmi? Meni qizimga tarbiyada o'zim shug'ullanaman, tushundingizmi? Bilan oxirgi gapish. Qanaqa oxirgi gapirgansiz? O'zim qanaqa oxirgi gapirishni bilaman, tushundingizmi? Qizingiz darslarga kelmayapti. Kelmaydi ya. Meni qizimni oxirgi gapirgan xohlamaydi, kelmaydi. Tushundingizmi? Demak, yaxshi bo'l. Bizga murojaat tushgan va biz buni o'rganib chiqdik va bayonnoma tuzdik. Bu bayonnomaga ko'ra Qudrat va Sug'jonaning ota-onasiga O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasiga asosan voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va o'qitish sohasidagi vazifalarni bajarmaganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda jarima, ya'ni 2 million 60 ming so'm jarima qo'llanildi va Qudrat va Sug'jonaning onasi darsga ruxsatsiz kirib o'qituvchining sha'niga tegadigan gaplarni aytganligi sababli qattiq pushaymon va rasmiy va qattiq ogohlantirib qoldi. Ustozlik kechirasiz, qizimni oldiga tushsizga xavotir qo'yibman. Endi bu hol takrorlanmaydi, to'g'rimi qizim? Bilmabsiz, kechiring. Darslarga bundan keyin muntazam qatnashsin bo'ladi ustoz. Mavzularga ham yetib olsin. Desam tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam sayron bo'lgani